Assalomu alaykum akalar. Bu qo'yimizni tizzasini qayergadir urib olib, ishq paydo bo'ldi. Yordim, yirin chiqdi. Siqib, spirt quyib baylab qo'ydim. Yana buni hozir dezinfeksiya qilishim kerak. Titrayapti. Hech o'zini bermay. Bo'ynidan bitta baylab bu yerga cho'kib qo'ydim. Qonidan bitta aylantirib bu yerga cho'kib qo'ydim. Qimillolmaydi endi. Hozir sekin yana ochib, spirt quyib yana qaytadan baylab qo'yamiz. Qaychilarimizni olamiz, bintimizni olamiz, spirtimizni olamiz. Sekin bu yarasini ochamiz. Orqadan kelib qo'y ust bo'lsa, qo'chqari bor usadigan. Ust bo'ladigan bo'lsa yomon bo'ladi. Bu tizzasini ham qattiq baylab bo'lmaydi. Mana tipraydi, oyog'ini bermaydi. Oyog'ini bermaysa nima qilamiz? Bunday qilamiz-da. Qisib olamiz. Oyog'imizda qisib olsak, turadi, qimillamay. Mana bolasi kelib olyapti. Keladi endi buni onasida. Bor nariyap qilsang. Men ustada bu qo'chqar. Ochib yuborsak shunday ushlab turib, shuni oyog'ingizda qisib olsanglar oson bo'ladi. Oyog'ini osonroq beradi. Yopishib qopti. Yopishib qopti. Spirt qo'yamiz. Boring nariyada o'ynaysiz. Jiyari yopishib qopti. Sekin ko'chirib olamiz ehtiyot bo'lib. Birdaniga tortib yuboramiz. Tortib yuborsak bo'lmaydi, bu ham jon og'riydi. Spirt quyib yumshatib oldik. Kesib olamiz. Bunday qilib yarasi ochildi. Hop. Videoga olayotgan odam hamma narsani tayyorlab bo'lmaydimi, to'g'rimi? Endi video tezlashtirib olamiz endi. O'tkazib olamiz endi. 2x kammi, 3x kam qo'yamiz. Endi oyog'ingizda qisib olsanglar, tez turadi qo'y, qimillolmaydi. Hop. Erigan qo'yib bo'lmaydi akani. Qo'yib qo'yamiz. Dakan to'rtburchak qilib spirtga pishib olamiz buni ham. Spirtga bitta pishamiz. Oyog'iga spirt quyib oldi yarasiga. Meni kechir, joz etadi endi. Oyog'ida qattiq qisib olamiz endi. Meni kechircha joni og'riydi endi. Aytdimi jon og'riydi. Aytdimi men jon og'riydi deb. Spirt quysa odamlar jon og'riydi qo'ydik yormaydimi? Xo'p, endi qattiqroq o'shamiz. Qattiqroq. Men senga yaxshi bo'lsin deb qilyapman bu narsalarni. Tez turib bersang, o'zing maza qilib olasan keyin. Kallangni qimillab turahmi deb bersan. Deb turib mahkam qisib olamiz oyoqni. Aylantiramiz. Bo'ldi mana. Ichi tez tursiz bo'ldi. Ishlab ish. Kesamiz. Bunday qilib chukib qo'yamiz. Oyog'ida qisib olish kerak. Keyin oyog'ini bermaydi. Keyin men ipni baylayotganda ham sekinroq baylash kerak. Oyoq og'riydi yana. Nima deydi? Ip qattiq qisilib qolsa og'riydi. Uni bilasizlar, yana bir aytib qo'yapman, gap yo'q. Ustidan ham spirt quyib qo'yamiz. Shapillatib. Qo'yimizni bo'ldi. Bo'shatgan jam. Endi bo'shatamiz buni. Qonidan o'tkazganman, qimillamaydi qo'y. O'zi bu qo'y sho'xda. Sho'x yana kamiga spirt quyamiz, yana qiylanadi. Mana ketdi. To'xtab turing, bo'yningni ham yechib olay. Ketdi ana. Rahmat kelgan aytasan. Ikkita tuqsa rahmating shu bo'ladi. Unaqa qilmaylar.